Bugün qo'rmay, quvvatli qilib cho'ng opamdek suiqashtdan birini etdim. Oldingi men qizartib kal go'shtida mushu teoliyoni az silib say qo'rsam, bir do'stimiz cho'ng opamdek tamoq yedi ekansiz deb qo'yibdi. Buni nima maqsadda dedi tushunmadim. Lekin men hozirgi jamiyatda nimada moda qo'g'lashsaqmi, yemak ichmakda moda qo'g'lashning hojati yo'q deb o'ylayman. Chunki nurg'un kasalliklar og'zimizdan kiryotidi. Fan texnikaning kayniga yo'shirilgan qo'rqinchli hikoyalar har vaqt bizni cho'chitib turyotidi. Shu atalmish moda davatgan liqqida tutqilar bilan etayotgan tamoqlarni yelimi teshidi bak yeb ketib barmiz. Yeli choy, yeli yig'ilish, yeli u yo'qlash, yeli idoraning tamoqi degandek ishlar bilan. Endi u tamoqlarni uyimizga ko'ndirolmasakmi bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsan men mush uyimizda o'zimizga qanday tamoq etgan bo'lsam, shuni faqat do'yinga yo'llab manaman xolos. Hargiz do'yin uchun ayrim yiliqi teshlik tamoqlarni o'lcham qilib turib tamoq etib unda qilmayman. Shunga mening tabiiy tamoqlarimga kunamagan do'stlar bo'lsa to'g'ri tushunsanlar bo'ldi. Bugungi mavzu suiqashmi atiyaz vaqtida men yuqumliq sukam ko'payib ketayotgan vaqtida bir ozroq bir qo'rqisliqni alamiki deb aytgan suiqash. Sayguktatning o'z oldiga ta'mi bor, xos bo'lar birlas, yana yangi bir xil ta'm chiqdi. Tabiiy tabiatdan o'sib chiqqan ziri deymiz, qarmush deymiz, sinjang so'ng piyoz deymiz. Mushtaq narsalarning xilravurs ta'mi yeb kichib bor, amdan ondan boshqa. U bizdan do potlukliq narsalarni qo'yib olmasaqmi bular? Osh narsalarni yomon eskartib so'zlab ketgansizlar, ani qo'ymabsiz, mani qo'ymabsiz deb. Shularni o'ylab, mush opamdek suiqashni etib